Assalomu alaykum do'stlar. Men hozir sizlar bilan Rimning eng mashhur joylaridan biri bo'lgan Kolizeyning yonidaman. Ushbu joy nafaqat Rim imperiyasining ramzi hisoblanadi, balki butun dunyo tarixining ajralmas bo'lagi ham hisoblanadi. Qani bo'lmasa, ushbu Kolizeyni sir-sinoatlari bilan birgalikda tanishamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu joy Kolizeyning ichki qismi hisoblanadi. Kolizeyning markazida arena mavjud. Arenada asosan gladiatorlar jang qilgan. Gladiatorlardan tashqari yovvoyi hayvonlar bilan kurashlar ham bo'lib o'tgan. Eng qiziqarli tomoni shundan iboratki, nafaqat gladiatorlar, yovvoyi hayvonlar bilan janglar, balki sahna suvga to'ldirilgan holatda kemalar jangi ham sahnalashtirilgan. Soat o'z bag'riga 50 mingdan 80 minggacha tomoshabinlarni jalb qila oladi. Va raqamlar o'ynashining asosiy sababi turli xil davrlarda turli xil rekonstruksiya ishlari, qayta qurish ishlari bo'lib o'tgan. Jumladan imperator davrida 4-qavat yangi qo'shilgan. E'tiborli taraf shundan iboratki, har bir qavat tabaqalashtirilgan. Masalan, imperator sahnadan uncha uzoq bo'lmagan joyda o'tirgan. Imperatorning yaqinlari birinchi qavatda, ikkinchi qavatda esa oliy toifa vakillari o'tirgan. 3-4 qavatda oddiy xalq tomoshalarini kuzatib rohat olgan. Kolizey bu oddiy joy emas, balki 1000 yillik tarix, madaniyat, o'tmishdagi odamlarning orzulari, kurashlari va dramalari yashiringan joy. Agarda Rimga keladigan bo'lsangiz, albatta ushbu joyga kirishingizni maslahat beraman. A prego, arrivederci.